Qachongacha fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishiga majbur qilasizlar? Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Shuning uchun har qaysi sudya hukm chiqarishdan oldin 7 marta emas, kerak bo'lsa 70 marta o'ylab, shundan keyin biror bir qaror qabul qilish shart. Oliy sudning yangi rahbariyati bu masalalar bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatish kerak. 7-dan ming afsus, Oliy sud sudlov sohasida sud hokimiyatining oliy organi ekanini, sudlov faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga ega ekanini unutib qo'ygan. Eng achinarlisi, ishlarni ko'rib chiqish, jinoiy qilmishlarga malakali baho berish, jazo tayinlash, muxtasar aytganda yagona sud amaliyotini shakllantirish bo'yicha tadbirlar amalga oshirilmayapti. Oqibatda mamlakatimizning turli hududlarida turlicha sud amaliyoti qo'llanmoqda. Ya'ni davlat bitta, qonun bitta, lekin sud amaliyoti markazda boshqacha, joylarda boshqacha. Buni qanday tushunish mumkin? Aqlga to'g'ri kelmaydigan bunday holatlar haqida gapirganda quyidagi misollarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mingbuloq tumani sudi sudyasi Qopporov o'z bobosi fuqaro Nizomovning uyida o'g'irlik qilgan Otabayevning 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Nizomovning nabirasi Otabayevning kechirish haqidagi iltimosnomasi va zarar qoplagani haqidagi dalillar sudya tomonidan e'tiborga olinmagan. Apellyatsiya instansiya sudi ham bu adolatsiz hukmni o'z kuchida qoldirgan. Faqatgina viloyat prokurorining protesti asosida hukm o'zgartirilib, Otabayevga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Xo'p, o'g'irlabdi bobosini. Bo'ladi, bu hayot bu. Jabr ko'rgan yozibdi, kechiring, men kechirdim deb. O'g'irlagan narsani to'labdi. Nima qilasan jazo qilib? Yana bir misol. O'g'irlik jinoyati uchun ilgari ham qamalib chiqqan axloq tuzatish ishi bo'yicha jazoni o'tayotgan mahkum Yusupov takroran yana 3 marta o'g'irlik sodir etgan. Shunga qaramasdan Jomboy tumani sudi sudyasi Davlatova tomonidan tuzalish yo'liga o'tmagan Yusupovga asossiz ravishda yengil jazo axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Jazoning yengilligi to'g'risida tuman prokurori, viloyat prokurori, bosh prokurori o'rinbosari tomonidan kiritilgan protestlar yuqori sud instansiyasi asossiz ravishda rad etilib, sud hukmini o'z kuchida qoldirgan. Buning oqibatida jinoyatchi o'zining jamiyat uchun zararli qilmishini bemalol davom ettirib, yana o'g'irlikka qo'l urgan. Davlat va jamiyat foydasiga emas, aksincha ularning zarariga ishlayotgan bo'lsa, bunday sudyalar kimga kerak? Nima uchun bu yo'nalishda Oliy sud plenumi imkoniyatlaridan foydalanmayapti? Plenum aksariyat hollarda qonunlarga sifatsiz sharh berish bilan cheklanib qolmoqda. Eng yomoni, plenum parlamentimiz tomonidan qabul qilingan va prezident imzolagan qonunlarga mutlaqo zid bo'lgan normalarni bug'undagi sud organlari uchun bajarishni majburiy qilib qo'ymoqda. Masalan, Oliy sud plenumi qarori bilan sud iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha moddiy zarar umuman qoplanmagan yoki qisman qoplangan hollarda ham ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlashga haqli ekani belgilab qo'yilgan. Nima? Oliy sudning sobiq rahbari G'aziyevning o'zi bu normalarni noqonuniy ekanini bilmaganmi? Bilgan bo'lsa nega bunga yo'l qo'ygan? Oliy sud plenumining ana shunday noqonuniy qarori bosh prokuror talabi asosida bekor qilingan. Oliy sudning sobiq rahbariyati tobora keskinlashib borayotgan mavjud muammolarni hal qilishdan qochib, hayotni oddiy tomoshabin sifatida kuzatishni, barcha mas'uliyatni joylardagi sudlar zimmasiga yuklab qo'yishni afzal ko'rishgan. Bug'undagi sudyalar qanday qonunbuzarlik sodir etmasin, Oliy sud bu masala bizga taalluqli emas, o'zlari javob bersin. Axir ular mustaqil deb har xil asossiz vajlar rukaç qilib kelgani bugun hech kimga sir emas. Yana bir jiddiy kamchilik shundan iboratki, 2016-yilda va 2017-yilning o'tgan davrida Oliy sud tomonidan birinchi instansiya sifatida atigi bitta jinoyat ishi ko'rilgan. Holbuki ushbu sud ko'rish zarur bo'lgan
o'ta og'ir va murakkab ishlar ko'p bo'lgan. Biroq bu sohada ham Oliy sud barcha mas'uliyatni joylardagi sudlarga, birinchi navbatda Toshkent shahar sudiga yuklab qo'ygan. O'z ish faoliyatida jiddiy xato va nuqsonlarga yo'l qo'ygani uchun Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Oliy Majlis Senati qarori bilan Komilov Oliy sud raisi etib saylandi. Yodgorov, Dehqonov, Isaqov uning o'rinbosarlari etib tayinlandi. Ko'zi yonib vatanparvar bo'lish kerak sud raisi. Kirgan joyida odamlar sezish kerak. Adolat hidi kelgan. Yurish turishidan, bilimidan, ilmidan, fidoyiligidan, vatanparvarligidan. Sizlar 3 ta rahbar keldilaring, yelkaga ko'tarish, mas'uliyat va javobgarligi o'zidan o'zi bo'lmaydi. Faqat va faqat mashaqqat bilan, mehnat bilan, adolat bilan sizlar o'rnak bo'lishlaring kerak. O'ylaymanki, Oliy sudning yangi rahbariyati bugungi tanqidiy gaplardan xulosa chiqarib, bu borada faoliyatini yangicha tashkil etilayotgan degan umidimiz bor. Sizlar endi bevosita hududlarga chiqib, har qaysi viloyat va tuman sudining ish bilan yaqindan tanishib, ularga zarur amaliy yordam berishlaringiz shart. Amir Temur bobomiz aytganlaridek, mana qaranglar, adolat bilan jahon gulshani obod bo'ladi. Adolat bo'lmasa dunyo zimiston bo'ladi. Hayotda hech qanday ma'no, mazmun bo'lmaydi. Qarang qanday gaplar. Biz xalq